Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risi serialining 186-qismi 2025 yil 31 oktyabr kuni soat 20 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi. Bu qismda voqealar keskin burilish oladi, qahramonlar taqdiri esa yangi sinovlar bilan to'qnashadi. Tomoshabinlar his-tuyg'ularga boy, hayajonli lahzalarni kutishlari mumkin. Serial o'zining samimiy hikoyasi, chuqur ma'nolari va hayotiy obrazlari bilan hanuz sevimlilar safida. Muhabbat, sadoqat va o'g'riqli tanlovlar har bir kadrda aks etadi. Aktyorlarning ishonarli o'yini, sahna bezaklari va musiqiy ohanglar filmga alohida joziba bag'ishlaydi. Bu loyiha nafaqat ko'ngilochar, balki o'ylantiruvchi hamdir, inson qalbining eng nozik iplarini his etishga undaydi. Har bir yangi qism esa tomoshabinni yanada chuqurroq hislarga oshno etadi.